Şartlaylarımız neli yok. Şimdi biz aytamayman. Assalomu alaykum aziz hurmatli Turan Babasi kanalini kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Ishlar bilan harmonlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Men mana bugun har doimgidek shu Navbat qizimizni uyine keldim. O'zlaringiz bilasizlar, Qo'sko'l 3da yashaydigan edi. Borsam u yerda yo'q ekan, ko'chib ketdi dedi. Shu izlab shu telefonlashib shu yerga keldim. Endi bu qayer ekanini o'zim ham bilmayman. Ama shu yerdan mana bir ko'chadan kirdik. Shu buni sentrali ne bo'lsa kerak a? Qaysi? Turan kafesi dedi. Şu yerdan bu yoqqa aylandik. Shu yerda dedi, shu buni shu yer bo'lsa kerak deb taxminan keldim. Ko'p vaqtdan beri men sizlar bilan ko'rishga yo'q edim. Sababi sal mazam bo'lmadi. Shu sababli uzr so'rayman sizlardan. Endi navbatdan hozir o'zining yoniga borib gaplashamiz. Ne sababdan bu yoqqa ko'chib keldi? Ne bo'ldi? Ama shuni hozir sizlar bilan birgalikda o'zidan eshitamiz. Bo'lmasa ketdik. Birgalikda borib ko'ramiz hozir. Mana shu yer bo'lishi kerak, shu. Qayerda ekan bular? Shu darvoza deydi shu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Askargami? Ketdik bunda. Mana beton ekan-a? Bismillahirrahmanirrahim. Svet bormi? Mana hurmatli aziz do'stlar, mana bizlar shu Navbat mana Feruza qizimiz topib keldik mana uyga. Bag'anada aytdim, shu u yoqqa bordik, Qo'sko'l 3ga, u ko'chib ketdi dedi. Shu sababli bu yerga keldik. Ular nechun bu yerga keldi? Ne sebepten şunu sizlar bilan birgalikda ko'ramiz deb aytdim. Mana hozir keldik. Mana Navbat, salom. Qanday, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizlarmi? Feruza, qanday, yaxshimisan? Men bordim, u yoqda yo'q ekansiz. Bag'ana aytgandan keyin, telefonda gaplashgandan keyin keldim shu yerga telefon orqali. Ne sebepten bu yerga keldingizlar? Yashab o'tirgan yeringizda? Aytavering. Bu kvartirada ne? Kvartira pul. Assalomu alaykum qaham. Bu kvartirada kvartira puli ne? Ko'tarilib ketdi 400 ga. 100 euro qiynalib o'tirdik. So'ng men o'sha yoqqa ko'chib keldik, arzonroq o'sha yerda. Ko'chib keldik. Assalamualaikum. Bu yoqdan ko'chib kelgan sebebi kvartira pulidan boshqa nelar bo'yicha da aldık. Ko'chishga majbur bo'ldik. Bu yerda endi shaqtaylarimiz neli yo'q. Şimdi biz aytamayman. Qiynalib ketdi shu joy masalasi. İşim to'lib. Bu yerda hamma uskunalar bormi ekan? Gaz sular bormi? Yo'q. Gaz yo'qmi bu yerda? Gaz kelib turibdi, plitalar yo'q. Plitalar yo'q. Suv yo'q. Suv bo'lganmen avvalani aniqda javob qarang'u. Adam kelmaydi bo'lgandan men сөйтіп majburiy shu yerda yeplib turaq deb kelib ulan problema bo'lyapti. Gazim endi kechga deyim plitani akib beramiz deydi egalari.
Suda mıyakta kranı var, sonra açıp beremiz deyip soğan diyeyim. Az 2 gün oldu. Oturağımızda. Koşup so kıynalıp kettik, ne alarımız bilmeyet, biz kayakka bararımızdı bilmeyet. Koşu'ndan şarjap kettik. Kaydemin ne alarımızdı. Kanlı Göl'den bir plan çıktırıp edi o. Türkiye'ye yardım beremeyen dep netip oturup edi o. Onu koruyup edebimiz. Kanlı Göl'den deyiz mi? Bayağı neyden Telegram'dan taşıған mı? Allah. Onu gördüm. Planda onun içe dedi. 20 milyon dedi mi? 20 milyon dedi. İlk kese yardım üretinde bir 20 milyon kılıp salıp bereyen yapış bölmeye. Göttülesеңizden boladı karasaman dep etti da жаңағы. 40-50 milyonga salıp beremen dep aytdınız mı? Ава. 40 milyonga salıp bereyin yaxşı dedi. Material ustası hemmesi şu içinde dedi mi? Ya ustanın özleri havas deydi, бірақ materialların aslında jardin konusu zaman ne oturdu? Özün Oladı o kişinin telefonu olsa özüm yapleşip göremem. Kanday neleri var. Mana şu aziz dostlar, mana şu sizler bizler buna bular tavuk geldim. Mana şu katı kıynalıvatır, yılıvatır. Şu kıynalıp kettim. YouTube kaçırmadanım bezar bolup kettim. Ama şu cay toralı. Bana yerim yok, yer falan yok, cay yok. Hep yan orayından beri şu bana çok hızlı video kılıp sizlerle birlikte ko'rsatib o'tiraman. Sizlardan hammangiz Allah razı olsun. Katta rahmat aytaman sizlarga. Sababi mana shu kungacha qancha pul jinob turibdi hozir? 7 milyon. 7 milyonmi? 7 milyon. Yani plastikda ozgina pullar bor. Hammasini jinob olsa biraz aqsha bo'ladi. Endi shu kim shu yerga ehson qilgan bo'lsa hammasini katta rahmat aytaman. Allah razı bo'lsin shu. Endi men xullas aytacağım, endi buyog'ida mana o'zlaringiz eshitdilar gap so'zlarni. Endi buyog'ida da shu qo'ldan kelgancha shu imkoniyati bor insonlar shu 5 ming so'mdan bo'lsa-da, 10 ming so'mdan bo'lsa-da bir yordam qilsak, shuni bir kommentali yo bo'lsam shu qizimizni bir uyli qilsak deb shu yuribmiz. Mana men ham ko'p vaqtdan beri video qilgan edim. Mana o'zimni mazam qochib. Men bundan xabarim yo'q. Bu yerga kelib telefon qilsam shu yerga ko'chib ketdik degandan keyin mana bu yerga keldim. Endi bu yerda ham qiynalyapmiz dedi, gaz yo'q dedi, gaz plita yo'q, suv yo'q deb o'tiribman. Endi men ne qilaman deb mana endi o'zim ardimdan aytdi ekranda ko'p yilab. Endi sizlarga da aytib yetolmayotir, bilganim ichimda deydi. Qiynalib ketdik. Deb shu sizlarga murojaat qilyapmiz. Yana men o'zim ham shu men ham endi shu Xudo xolasa shu sizlar bilan birgalikda shu bu yil 2025-yilda bir 2 komnatali joy bo'lsa-da bir komnatali joy bo'lsa bir sizlar bilan birgalikda bir qo'llab-quvvatlab tursanizlar, shu joyliqlik degan niyatda yuribman. Shu bilan avval ko'p kishilar yordam etgan, shu meni qo'llab-quvvatlagan insonlar ko'p. Mana Qozog'iston Respublikasi, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston. Shuning uchun bu qizlarimiz ham shu sizlar bilan birgalikda joyliq qilyapti deb mana shu bugun yana keldim. Shunday boshqa yana gap so'zlarimiz bo'lsa ayting. Yani koşumun belli tutmam dedim. Yana nega? Şarşarımız her yerden koşuyor. Avru alınacak. Çok belki diz olmuş ama ya koşuyor da diz olup kapat. Emmecaktın ileri toplumun artık şarşardım. Kaydımın nimet benim talımın keskiyadır. Endi xafa bo'lmaylik. Xudo xolasa mana shu xalqimiz qo'llab-quvvatlab yordam etadigan umiddamiz. Sababi saxiy insonlar ko'p. Qo'limizdan kelgancha yordam etsanizlar. Sulamaya koyun ismim şulaydı. Şimdi doldur. Hakka varaman ağa yendirmen. Tushuntirman, endi xalqimiz ham Xudo xolasa sizni ko'rib o'tiribdi.
Shunday bir yaxshi insonlar chiqib qolsa bile shu videolarni tarqatib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, Xudo xohlasa sizlar ham joyli bo'ladi degan umiddamiz. Şarşarım babam. Operatsiya bo'ladi dedingiz aprelda qachon? Oğlan hesabımız boyunca Mart'ydı o. Ha, Yani aprelde bir ustanok tiyatr dima bir jardam retinde sırttan. Sonun menen operatsiya isteyimiz deydi, ansat bolat deydi de biraş. Arxib oturuptu aprelin ayağına dep. ha, ha, Olmasa men ham kete jakman darrov. Pensiyaga ha. istesem. Erterek tor bo'lib ketsem, жатып chiqsam debim go. Men ham жүрүшүм кыйналып кеттим, жан жакка чыга алмайман, я bir көчөгө чыксам шаршап каламан, нагыз этип чыгаман. Bir жерде өлүп каларман деп. Көчөгөчтөн шаршадым агам, расын айтканда. Мына калкымыз жардам берсе, ылтымас силер деп. Айтымда планнан чыгып турупту жардам беремен деген, соған бір сүйеші берсеңиз, калкам берекет табыңыз, убакка дейин жардам бердиңиз. Балажаңыздын ратын көрүң. Bundan былай азгандай жардам бериңиз. Ылтымас силерден Казакстан Республикасы, өзүбүздүн мусулман халкы ылтымас силерден жардам берип жибериңиз. Эки комната болсо да, bir комната болсо да жай кетип алсам. Ана агамдын аркасында айтыр маратылып болып қалсам ба деймін. Бүйірім енді белгісіз болып тұрды отыруынан. Және көшемен ба, я білмей тұрмын. Ауыр зат көтере алмаймын. Шаршадым. Қайдеп. Ұйықтағым келмей отырмын. Нағыздың жұмысына жақын деп көшірген ғой. Қаз айына келе қойын қасымызға айтыр. Деп не қылып еді, келіп еді қой. Енді Bir de жұмыс жайы жақын ғой сізге? ауа мынау ғой, жақын. Енді бұнан бір нелер бар. Білмеймін, сырлары бар ма? Газдың плитасын әкеп беремен дейді, кеште бұл кешке. Енді бұл уақытта сояқтан Қазайымбеттен ауқат шай әкеп тұрыпты. Сояқтан Сояқтан әкеп тұрыпты. Nağız çevirde avkat pişirişke şarayet yok da. Ава, бұл плиткамыз бар, барлығы мен оны тоқтатып кетіп. тоқ айланып кетемеді қорғаманда. Tok aylanat degeni akşa işlep ketedi otursun. Ава, тоқтатып кетеме деймін да. Мен жаңағыдай газ болса ешкап деймін да, өшіп жаға не қыла бересің ау, экономиялап. Тоқты көп уақытта қайнайды, ешкім. Жыламайтын ем бұрын, оңа шашып кеттім. Şimdi tesir kılattı, mümkün. Mundeti görgen kıyın bu. Бірақ те ол көшіп батқан кезде де сөйледі Қазай. Неге маған айтпайсың деп дауысы жап-жаман. Енді айтуға да уақыт болатқан жоқ қой. Түс кешегі маршрут босайды деді. Немен айтмады Босамайды деді. Көшіп кетіп батыраңызды айтмадыңыз değil mi? Айта жақ едім мен негізінде. Түс кешегі маршрут босайды деді мына Қазайлар. Түстен кейін босамай қалады деді. Сондан патыр нағызға дәрі түйістір деп не қылдық та, патырлап қалдық. Сонdan сөйлеп келді анау-мынау деп біреулер. Ал апамен айтайын деп жатырмын негізінде тосаттан болып қалды мына көшуіміз деп мені бір специалист дегендей болып қалды да. Мен ондай болған жоқ қой мен. Машинаның босауына қарадық деп. Көшіп аяқ отыра бермей деп ауырып, мен дәрі жеп жатыр едім осы күні. Бұл проблема бұл. Келдік. Болады енді Xudo қаласа mına şu halkımızın arkasında. Şu halkımızdan yine ümit etip kalamış. Mına şu kızlarımızla ölerimizde hem ağzı kavarımız var. Şu azdan olsa da şu kolumuzdan kegeç imkaniyeti var insanlar şu 5 musuldan olsa da 10 musuldan olsa 100 tengeden, 50 tengeden, 100 rubelden, 50 rubelden olsa da şu kollap patlap tutsak Xudo қаласа sizi caylıklarımızı ümitlemiz. Şu sabır kılavurun endi. Sabır qilib уже şarşadım. Ilacı yok endi. Endi ansatamasın endi hech kimni boshiga tushmasin bu savdo.
Mana shu YouTube'ga chiqish ham ansat emas, shu ekranda ko'rinib shu xalqqa murojaat qilish qiyin-ku endi. Endi Xalqıma da rahmet, bärini jynalypdyr o akşa. mana shu jinoyat hozir plastik kartada kasbiy kartamız yazgan akşa var. Endi xudo xolasa endi videolarda aytib sizlarga yozib qo'yibman, ba'zi videolarda aytaman xudo xolasa. Endi ağa bakmız görgen keşiriz. Sağına kanlı gölde alsılavuklan. Soğan bak kış sal jiberse degen o halkımda oylasıp degen. Endi uni xalq bilan bir fikrlashib ko'ramiz. Endi barib bir video qilamizmi eli yani yer planini. Endi biz qo'limizdan meni qo'limdan eslat kelmaydi shu xalqimiz qo'llab-quvvatlaymiz. Buna şu an yardım etaman degan bir saxiy insonlar, saxovat pisha insonlar bo'lsa ichimiz o'zidan chiqib qolmasmikan. Ve shu kungacha qo'llab-quvvatlab keltirib, xudo xolasa buyog'ida endi oldimiz yoz, xudo xolasa amallar qolib tursa qo'llab-quvvatlab shu yordam beradi deb umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar.